9-iyunga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukraina qurolli kuchlarining taktik aviatsiyasi joylashgan Ravno viloyatining Dubno shahri yaqinidagi harbiy aerodromga kuchli raketa zarbasi berdi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, bu hujum Ukraina tomonidan Rossiya harbiy aerodromlariga uyushtirilgan hujumlarga javob tarzida amalga oshirilgan. Mamlakat ommaviy axborot vositalari ham hujumni aynan O'rgimchak to'ri operatsiyasi uchun javob bo'lganini yozgan. Rossiya o'z hujumi davomida Ukraina harbiy korxonalari, hujumchi dronlar yig'ish sexlari, qurol-yarog' va o'q-dorilar omborlarini nishonga olgan. Hujumning maqsadi to'liq amalga oshirildi. Berilgan barcha obyektlar nishonga olindi va zararsizlantirildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligining xabar berishicha, 9-iyunga o'tar kechasi Rossiya tomonidan 499 ta havo hujumi vositasi, jumladan dron va raketalar ishlatilgan. Ukraina tomoni ularning 479 tasini yo'q qilganini bildirdi. 292 tasi zenit vositalari bilan urib tushirilgan. 187 tasi radarlar bilan kuzatishda yo'qotilgan. Ukraina rasmiylarining aytishicha, 10 joyda dushman hujumi vositalari nishonga yetgan.